Farzand tarbiyasidagi negizlik 100 nuqta. 0 yoshdan 6 yoshgacha. 3. Buvaqning karoti turmining va'daklaridek emas, onasiga oson erisha oladigan qulaylikda bo'lishi kerak. Bolaning beshigi odatda turmining va'daklariga o'xshashdir. Bu xil karavotlar bolani kichik bir bo'shliqqa sulab qo'yadi. Her nima bo'lsin, bolani bexatar tutish ko'zlangan bo'lsa-mu, bu xildagi karavotlar bolaning ruhiy sog'lomligiga uyg'un emasdir. Chunki bu karavotlar bolaning onasiga tegishib turishga to'sqinlik qiladi. Halbuki buvaqning karavoti qo'rqinda, cho'chiganda, andish ichida qolganda darhol onasiga erishaligida qulaylikda bo'lish kerak. Buvaqning beshigi ana karavotning egizligida va usti uchuq bo'lish kerakki, bolada erkin bir ruh shakllansin. 4. Asti pakiz, qo'rsiq to'q, yig'lab uxlab qoldi deb bolasini yolg'iz tashlab qo'yish ona bilan bola o'rtasidagi munosabatga ziyon yetkazadi. Pedagogning bugungi kunimizdagidek taraqqiy qilmagan yillarda bolaning yetilishi, bolaning jismoniy jihatga qondirilishi deb biladi. Halbuki bolaning hissiy jihatga ehtiyojlari jismoniy jihatga ehtiyojlardan muhimdir. Bir bolaning yig'ilishi faqat ostining minat bo'lib qilishi va yoki qo'rsiqining och bo'lishi bilan munosabatlik emas. Bola qo'rsiqi to'q bo'lsa-mu, hissiy jihatdan kamchilikka mubtalo bo'lsa, qo'rqsa, onasini seg'insa va o'zini yolg'iz his qilsa, yig'ilishi mumkin. Asti pakiz, qo'rsiqi to'q, bo'pti, birdam yig'ilib olsin deyish bolaning eng ojiz mezgilda uning hissiy ehtiyojlarini ko'rmasga solish demakdir.